Ya'ni jiddiy qaramaslik oqibatida uyga borib komaga tushib qolish holatlari ham bor. Travmalar natijasida sahrining diabeti ham yuzaga kelishi mumkin. Keyin xotira pasayishi, diqqat pasayishlari, jizzakilik, asabiylik, kuchli bosh og'riqlari, surunkali bosh og'riqlari. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun bosh bilan yiqilganda nimalar sodir bo'lishini ko'rib chiqamiz. Aholimizni juda ham ko'p qatlamida, ya'ni orasida yengil qarash holatlari juda ham ko'p. Bu albatta bu kichik yoshdagilar va katta yoshdagilarda ham uchrab turadigan bu rejasiz holatlar, ya'ni to'satdan baxtsiz hodisalar sodir bo'lishi natijasida yuzaga keluvchi voqea hodisa hisoblanadi. Lekin ko'p ota-onalar yoki bo'lmasa aholimizning aksariyat qismi bunga yengil qarashadi. Albatta bu achinarli holat. Xo'p, bosh bilan yiqilganda yengil va og'ir asoratlar kelib chiqishi mumkin. To'g'ri, bu birdaniga qanaqadir belgilar bermasligi mumkin yoki bo'lmasa asoratlar bermasligi mumkin, lekin shuni bilingki, keyinchalik ham o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Miya o'zi har doim aytaman, organizmda xo'jayin organ hisoblanadi. Ya'ni bitta professorimiz bor edilar, hozir ham shu ustozimiz, organlar darajasiga qarab pastga tushib kelgandi. Ya'ni bu nevrologiyani obro'yini ko'tarish emas, to'g'risi, lekin bitta narsani tushunib olinglar. Organlar ham o'zini darajasidan kelib chiqib, Xudo shunaqa ya'ni topikada joylashtirgan. Shuning uchun bosh miyani latayishi albatta jiddiy holat. Xo'p, birinchi yengil holati bu miyani chayqalishi. Miyani chayqalishida nimalar sodir bo'ladi? Birinchisi bosh og'rig'i, bosh aylanishi, ko'ngil aynib qayt qilish holatlari, diqqatni pasayishi, yengil karaxtliklar va ko'z xiralashishi, qisqa muddatli hushdan ketish va xotira pasayishi, ya'ni voqeadan oldingi va keyingi voqea hodisalarni esdan chiqarish. Tibbiyot tilida bu anterogradniy va retrogradniy amneziya deyiladi. Bemor o'sha bosh latayishidan oldingi va keyingi voqea hodisalarni ma'lum muddatga yoki bo'lmasa uzoq muddatga esdan chiqarish holatlari kuzatiladi. Aziz kuzatuvchilar, kelinglar sizlarga savol bilan yuzlanay. Xo'p, bosh bilan siz yoki yaqin tanishingiz yiqildi. Nima belgilari bor? O'zingizda yoki o'sha yaqiningizda kuzatgan belgilar. Xo'p, javoblari, belgilarini sanab o'tib ketaman. Haqiqatan bormi yo'qmi? Bitta xayolga keltiring. Xo'p, bosh og'rig'i, kuchli bosh og'rig'i va ko'ngil aynish, qayt qilish holatlari. O'zi bosh latayishini asoratlaridan bittasi bu surunkali bosh og'rig'ining paydo bo'lishi. Ko'plab bemorlar xuddi shu shikoyat bilan kelishadi. Keyingi belgisi bu xotira pasayishi, ya'ni yiqilgandan oldingi va yiqilgandan keyingi xotiralarda muammolar yuzaga keladi. Bu albatta travmani, ya'ni bosh bilan yiqilgandagi latayishini yoki bo'lmasa chayqalish holatlarini asorati hisoblanadi. Bunda nima bo'ladi? Ya'ni informatsiyalar o'tmishidagi voqea hodisalarni unutib qo'yish holatlari yoki bo'lmasa qanaqadir o'zini faoliyatida hozirgi kundalik holatlarda yodlab qolinishi kerak bo'lgan informatsiyalar esdan chiqish holatlari ko'plab kuzatiladi. Keyingi belgilari bu epilepsiya kasalligi paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa yosh bolalarda juda ham ko'p kuzatiladi. Bizani xalqimizda bitta gap bor, yosh bolalarda endi yiqilish normal holat qabul qilishadi. Yo'q azizlar. Bu beshikdan bo'lishi mumkin, kravatdan yoki bo'lmasa ota-onasining spalnisidan. Bu normal holat emas aslida. Ya'ni nimaga? Bu yengilroq holatlar bo'ladi albatta, to'g'ri, tushunishimiz kerak. Lekin o'sha paytda beshikdan yoki bo'lmasa yuqoridagi sanab o'tib ketgan holatlarda jiddiyroq yiqilish holatlari bo'lsa, albatta 1-2 kunda asorat bermasligi mumkin yoki belgi ko'rsatmasligi mumkin. Lekin albatta mutaxassisga bu holatda murojaat qilib qo'yish kerak bo'ladi albatta. Keyingi yosh kattalarda va yoshlarda ham asorat berish holatlari bu Parkinsonizm kasalligi. Esingizda bo'lsa,
bokschi Muhammad Ali juda ham uzoq bosh travmalari olishi natijasida Parkinsonizm kasalligi paydo bo'lgan. Buni nima deb o'ylaysiz? Albatta yosh bilan bog'liq holat emas. Bu albatta post travmatik ensefalopatiya degan bizni yengil diagnozlarimiz bor. Bu albatta yengil emas, ko'p uchrovchi diagnozlar. Albatta bu Parkinsonizm kasalligini boshlanish belgilari bo'lishi mumkin. Bu qaltiroq, tremor, mushaklar rigitligi, harakatda sekinlik va yuzda amemiya holatlari yuzaga kelishi mumkin. Epilepsiya, yuqorida aytib o'tib ketganimdek, epilepsiya ya'ni sudorga holatlar qanaqa bo'ladi? Bemor o'z-o'zidan hushdan ketish, tonik-klonik qaltiroqlar surunkali kechib, bemorni juda ham katta xavf ostiga qo'yadi. Shuning uchun azizlar, tavsiya qilardimki, agarda siz yoki yaqinlaringiz har qanaqa holatda, mexanik va boshqa holatlarda miya bilan bog'liq yiqilishlar, ya'ni latish holatlari kuzatilsa, albatta instrumental va laborator tekshiruvlar va mutaxassis ko'rigidan o'tish albatta tavsiya qilinadi. To'g'ri, 1-2 kunda qanaqadir belgilar yuzaga kelmasligi mumkin, lekin albatta keyinchalik yuqoridagi belgilar paydo bo'lishini oldini olgan bo'lamiz. Kanalimizni kuzatib boring. Albatta manfaatli videolar juda ko'plab bo'ladi.